Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichi doirasida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan viloyat hududida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash hamda aholi xavfsizligini ta'minlash yuzasidan shaxsiy tarkibga aniq vazifa va topshiriqlar berildi. Amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlar natijasida qo'riqlash xizmati xodimlarining tezkor va professional harakatlari tufayli Urganch shahrida do'konga o'g'irlik qilishga uringan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Joriy yilning 20-iyul kuni tun yarmidan o'tganda Urganch shahar qo'riqlash xizmati tomonidan qo'riqlanayotgan Urganch markaziy dehqon bozori hududida joylashgan savdo do'konlarining biridan tashvish xabari kelib tushdi. Xabar olinishi bilan Urganch shahar birinchi sonli tezkor harakatlanuvchi guruh xodimlari 5 daqiqa ichida voqea joyiga yetib borishganda gumondorlar xodimlarni ko'rib qochishga urinishgan. Qo'riqlash xizmati xodimlarining yuksak kasbiy mahorati, hushyorligi va bozor hududida xizmat olib borayotgan yo'nalish naryadi xodimlari bilan muvofiqlashtirilgan harakatlar natijasida 3 nafar gumonlanuvchi shu joyning o'zida qo'lga olindi. Surishtiruv jarayonida ushlangan shaxslar savdo do'konidan 2 dona Lenovo va Asus rusumli noutbuklar, shuningdek 1 dona Redmi hamda 2 dona Samsung rusumli qo'l telefonlarini talon-taroj qilgani aniqlandi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu shaxslar 2008 va 2009 yillarda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan shaxslar bo'lib, do'konni tunash maqsadida ushbu hududga yetib kelishgan. Biroq qo'riqlash xizmat xodimlarining doimiy hushyorligi, tezkor javobi va professional harakatlar tufayli ularning jinoiy rejasi amalga oshmay qoldi. Qo'lga olingan shaxslar tegishli tartibda Urganch shahar Ichki ishlar boshqarmasiga topshirildi. Hozirda holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Har bir tashvish signaliga tezkor javob, har bir chaqiruvga mas'uliyat bilan yondashish qo'riqlash xizmati faoliyatining asosiy tamoyilidir. Osoyishtalik va fuqarolar mulki daxlsizligini ta'minlash yo'lida xizmat tunu kun uzluksiz davom etadi.